ota-onasini, ya'ni dadasini sha'nini sotadimi yoki oiladagi o'zini nomusini sotadimi? Nedim aka, bir nima mumkinmi? Assalomu alaykum, sizimsiz? Vaqtingiz bilan Instagram kontent olyapti-da. Bitta savolim bor, aytsangiz. Hozirgi Instagramni qo'shtirnoq ichidagi qizlarga qanaqa fikr bildirasiz aka? Xo'p, qo'shtirnoq ichidagi qizlar, ya'ni ochiq-sochiq kiyinayotgan, o'zini qaratayotganlarga, xo'p, ularga birinchidan qarshiligim yo'q, chunki ularda birinchi navbatda ota-onasi o'zini mabodo oila qurgan bo'lsa, oilasi javobgar bo'ladi. Lekin bir tomondan shu narsa bor. Ular misol uchun internetda o'zini maqtayapti, targ'ib qilyapti, misol uchun ochiq-sochiq kiyinishda. Bu narsaga qarshilik bildiraman. Misol uchun nimaga o'zini reklama qilayotganlar bor, yaxshilari, misol uchun oilasi bor, yo bo'lmasa eri bor, ular birgalikda nima deydi, o'zini tijoratini qo'yyapti, reklama qilyapti. Ularda misol uchun yaxshigina nimadir foyda olsangiz bo'ladi, lekin bu tarzdagi odamlarga nima desa bo'ladi? Hech qanaqa gap yo'q. Chunki ular tarqatayotgan narsa faqat o'zini qomatini deylik. Hozirgi qizlarning talabi yo bo'lmasa qizlarning tilida qomat, to'g'rimi? O'sha narsani reklama qilyapti. U narsada misol uchun siz nima olasiz? Faqatgina shahvatingiz uyg'onadi, qo'pol qilib aytadigan bo'lsak. Tarqatgan sari, ya'ni video qo'ygan sari ularga nafsingiz uyg'onadi, ya'ni chiroyliligi, qanaqadir qomatiga. Keyin u narsaga aytadiganim yana bitta qo'shimcha qilib aytaman. Nima desa bo'ladi? Hozir aytganimda, yaxshi tarafda ham misol ijod qilayotganlar, ijtimoiy tarmoqda o'zini kontentini olib borayotganlar bor, narsasini sotyapti, reklamasini. Lekin bular nimasini sotishadi? Misol uchun ota-onasini, ya'ni dadasini sha'nini sotadimi yoki oiladagi o'zini nomusini sotadimi? Shunaqa. Rahmat. Rahmat aka.